uyingizda shunga o'xshagan plafon kuyib qoldi. Buni одноразовый tashlab yuborishga yoki ustiga olib borib remont qildirishga shoshilmanglar. Buni lampochkasini alishtirish juda ham oson. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, men sizlarga shuni alishtirib ko'rsatib beraman. Ketdik. Birinchi bo'lib plafonimizning ustki krishkasini yechib olamiz. Buning uchun bizga yarim avval shunday obrazga chiqib keladi. Xo'p, mana plafonimizni ichini ochib oldik. Ichini ochganimizda plus-minus ko'pchilik plafonlarda, shu turdagi plafonlarda plus-minus bir xil bo'ladi ichi. Xo'p, birinchi bo'lib biz mana bu turgan sxemani yechib olishimiz kerak, ichida turgan drossellari bilan birga. Bizga bu uchun oddiygina shunga o'xshagan atvertka kerak bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan samarezlaringlarni yechib olishimiz uchun. Endi bizga shunga o'xshagan yoritish modullarimiz kerak bo'ladi. Bularni sizlar любой stroymaterial bozoridan yoki xo'stavardan topsangiz bo'ladi. Sizlarni birinchi qiladigan ishinglar o'zingizga kerak bo'lgan razmerni tanlab olishinglar. Misol uchun bu juda ham kichkinalik qiladi. Bu ikkalasini qo'ysak bo'ladi. Bu plafon o'zi 48 watt bo'lgani uchun mana buni to'g'ri keladi bizga. Bu modulimizda o'zimizga kerakli razmerni topib olganimizdan keyin mana shu yerda turgan 3 ta dona magnit yordamida shu yoqqa shunday yopishtiramiz bo'ldi. Endi plafonimizning ustki qismini yopib olamiz va buni sizlar bilan yoqib ko'ramiz. Ko'rib turganingizda ushbu plafonimiz sizlarning uylarni yoritishga yana tayyor. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, aniq urib ketib like bosib qo'yinglar. Va shunaqa foydali life hacklarni o'tkazib olmaslik uchun bizga podpisatsiya qilib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.